Qirg'iziston xalqi butun elga mana shunday avvalarimizni musobaqalari bo'lib, butun yer yuziga Qirg'izistonni tanitadi derdik. Allohga shukrlar bo'lsin. Bu zonnimizni, bu gumonimizni bugunlik kunda rostga chiqardi. Va siz Qirg'iz eli bugunlik kunda yer yuziga qarang. Shu soatda qaysi elda musobaqa bo'lyapti? Qur'on musobaqasiga. Allohning rahmati sizingizga yog'ilyapti. Jalolobod eliga, Qirg'iziston eliga, barcha rahbarlaringizdan, bu ulamo-yu qurrolaringizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Abdulloh Qorim 12 yoshida, o'sha 2002'larda adashmasam, bizga arablarga xatni Qur'on qilib berardi. Arablar boshini ushlab yig'lab duo qilardi: "Ey Robbim, bugunlik kunda Qirg'iz elidan mana shunday qorlarni chiqarding" deya. Allohga shukrlar bo'lsin. Mana sizni har bir bu o'qiyotgan qorlaringiz. Hozir men Kozimjonga Al-Qur'onning rahbariga pichillab aytdim. Bu qorlar dunyo musobaqasiga chiqsa